Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Kalvaq qishlog'idan o'zimizni ham qishlog'idan bitta bu yetukroq bo'g'ozlari bor ekan. Sizlar uchun shuni sotuvga chiqaryapmiz. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 16-fevral sanasida turibmiz akalar. Shu bitta dehqon akamizning mollari bor ekan. Sizlar uchun shuni sotuvga chiqaryapman akalar. Birinchi qoringa bo'g'oz. Hop, dastavkasiga o'ylanmaysizlar. Dastavkasi mutlaqo bepul. Hop, akalar. Shu molimizni dehqon akamizga ozgina mablag' tomonidan kerak bo'lib qolgan ekan. Sotuvga chiqaryaptilar. O'zimizning qo'shni, o'zimizda ham qishloq. Garantiyasini berilaveradi akalar. Yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga, bo'g'ozligiga. Kurash chiqmagan hali bo'zak birinchi qoringa. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiya yo'q. Yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga garantiyasi bor. Lekin havodan yuqadigan kasallikdan bunda umuman asorati ham yo'q. Mana ko'rib turganlaringdek sog'lom holatda. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda molimizni ma'lumotini berishni boshlayman. Bo'yi 1.10. Birinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz, kuragi chiqmagan. Narxiga 20 million kami bor. Kimga yoqsa akamizga aloqaga chiqaverasizlar, dastavkasini qilib beradilar. Telefon nomerini aytib yuboring. Do'ron aka boshini. 93 911 37 11 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar akalar. 24 soat yoniq, behijolat telefon qilaverasizlar. Narxiga 20 million kami bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.